Ustozlar hamda qalbi qaynoq tengdoshlar hamda sirdoshlar. Mana bugun biz bitirish kechamizning o'tirar ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, men nashrdoshlarımizga baxt saodat, yuzlarida kulgi, lablarida tabassum arimasin deyman. Ularga ham studentlik, talabalik yillarini nasib etishini tilab qolaman. Sizga ham uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Tuni bo'yi oqar daryoga ham kimdir band bergan, hayot kimga zahar, kimga qand bergan. Ey g'ofil sarkash deb meni kamsitma, g'anim senga emas, menga pand bergan. Endi navbat yana san'atkorlarga bersak-da.